Assalomu alaykum hammaga. Qo'shnilar Qirg'izistondan berilgan ko'mirlarimiz kirib keldi. Eng sifatli 5 archa ko'mirlarimizni xo'jasi kirib keldi. Bular issiqlik darajasi o'ta yuqori. 5,5 mingdan 6,5 ming 7,5 minggacha beryapti. Issiqlik gradusini ko'rsak bo'ladi tushirish jarayonini. Behijolat, ichida hech qanaqa aralashgan narsasi yo'q. Buni ko'proq biz zavod, ahil zavod, sement zavodlarga beryapmiz. Yonishi jarayoni, yonish darajasi juda issiq. O'sha hisobiga beryapmiz. Ko'rsak bo'ladi. Shuni juda ham qimmat. Kimga kerak bo'lsa biz ham naqdga ham o'tkazmalarga tashishga ishlaymiz. Telefon raqamlarimizni opsiyada qoldirib qo'yamiz. Kimga zarur bo'lsa, albatta aloqaga chiqinglar. 24/7 aloqadamiz. Telefon qilsalaring yetkazib berish, hammasini tashkil beramiz. To'g'risi chiroyli qilib yuklarni yetkazib beramiz. Butun O'zbekistonga